Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari, navbatdagi gigant qafasimiz tayyor bo'ldi. Obzorini, narxlarini aytib o'tamiz. Undan avval esa har doimgidek like kutib qolamiz sizlardan. Qafasimiz uzunligi 3 metr, balandligi 2,5 metr, yon tomoni esa 1,85 sm o'z ichiga oladi. O'rg'alari, ramkalari 1,8 temir ugunlikdan bo'lgan, yo'llari tekstalit MDFlar tortganmiz, o'ziga juda ham yarashib turibdi. Qulayliklar bilan tanishtirib o'tamiz. Bitta baho bermaslar, ikki tomonda ham mana o'rtishkalari mavjud. Qafasimiz mana yomg'irda, birinchi yomg'irda ham ko'rdi va qilib ketgani yo'q. Laklarni sepganmiz, eshiklari arka ko'rinishda. Juda ham chiroyli, keng holatda bo'lgan qafasimiz. Ichiga kiramiz, odamni bemalol ko'tarish xususiyatiga ega qafasimiz. Quloqlar yetarli darajada ikki qator, bunaqasiga ham tortganmiz. Uyalari jami 50 ta uyalari bor va qo'shimcha mana bu yerda qo'nib turish uchun fantaziya kiritib ikki tomonga ham o'rnatib qo'yganmiz va odamni bo'yi tegmaydi, ko'rib turganingizdek. Qo'llar ham juda ham mustahkam qafasimizni va setkalarga alohida baho berib turamiz. Bu setkani hatto qo'lda uzib bo'lmaydi, odam uzolmaydi va xavfdan xoli bu qafas. Narxiga keladigan bo'lsak, qafasimizni Namangandan Toshkent viloyatiga $600 tayyorlab berdik. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Bizni kuzatib boring deb qolamiz. Rahmat hammaga, salomat bo'ling.